O'ychi tuman hokimligining majlislar zalida navbatdagi siyosiy ma'rifat soati bo'lib o'tdi. Seminar trening tarzida tashkil qilingan bu galgi o'quvda Namangan shahri, Norin, Chortoq, To'raqo'rg'on, Namangan, Uchqo'rg'on tumanlari vakillari, O'ychi tuman hokimligi xodimlari, Nuroniy jamg'armasi tuman bo'limi, mahalla fuqarolar yig'ini raislari, maktab direktorlarining ma'naviy ma'rifiy ishlari bo'yicha o'rinbosarlari, xotin-qizlar faollari ishtirok etdilar. Deganda maktabdagi ta'lim tarbiyani yo'lga qo'yish sohasida har bitta maktabga demak 5 nafardan nuroniylar bog'landi. 246 maktabga 230 nafarlar. O'quvda siyosiy ijtimoiy xabarlar, qonunchilikdagi yangiliklar, davlat xizmatchisining ma'naviy ma'rifiy dunyoqarashini boyitishga xizmat qiladigan ma'lumotlar namoyish qilindi. Shundan so'ng tuman hokimining o'rinbosari Saidaxon Ahmadaliyeva ayol ma'naviyati, Nuroniy jamg'armasi tuman bo'limi boshlig'i Tohirjon Ismatullayev jamoada odob axloq, Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi tuman bo'linmasi rahbari E'tiborxon Yunusova rahbar ma'naviyati mavzularida ma'ruzalar qilishdi. Ona ma'naviyati yuksak bo'lsa, farzandga ham vatanparvarlik, kattalarga hurmat, kichiklarga mehr, mas'uliyat, vijdon kabi tuyg'ular shakllanadi. Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi rahbari, siyosiy fanlar doktori Otabek Hasanovning Yangi O'zbekiston gazetasida chop etilgan Bu dunyo kurash maydoni, quroli sog'lom jismu tan, o'tkir aql va xush axloq nomli maqolasi yuzasidan ma'lumotlar berib o'tildi. O'quv yakunida ma'naviy ma'rifiy savol-javob o'tkazilib, g'olibga kitob sovg'a qilindi.